Şurada internete çıkamam diye çapek sasın ben görüp alayım kim çıkadı. Rahmet. Sizlerden ne telefon yok mu ya bendekilere? Kaptırarın ne akı? Ana indi internette söyleyecek ben. İnternette en kadimi saytlardan biri bu. Adnaklassiki.ru diyen sayt bu. Sap sarı sayt. Ben aziz coram okşudun sayt. Ana şu Adnaklassiki'de ya kızlarını, ballarını, etadon işlerini görüp esebim bızıladı. Atasını öyüne bir yılda bir merte gösteri olmaydı on kızla 7 yat beygananın profiline bir günde 4 merte gösteri oladılar. Mektepte 9 yıl okup 3 amal ölmeyen kızla bak, kurikçe bir kızla bak. Resim koyup plus 5 alıp ürttüler. Yine klas degen nersesi var eken onu resim koyasız, klas bas gidetti yine. Zor degen eken. Klasın şunu neyle bassanam size yok. Divana deyin sonra baladılar birbirinden. Benekine bas verin, stikine bas veremem. Benekine girip verin, stikine girip veremem. Ushbu resim yoqqan olsa klas basing. Kim anasını yaş görse klas bassın. Kim atasını yaş görse klas bassın. Kim Özbek olsa klas bassın. Kim Urganchdan olsa klas bassın. Hamma gapni so'rab yaptılar. Endi aytilmayı bu gaplar kaldı ortaklar. Kim erkek olsa klas bassın. Kim çizsin kız bala olsa klas bassın. Kim adam olsa klas bassın. Kim bugün gazvada içken olsa klas bassın. Kim bugün içi ketken olsa klas bassın. Kim beni kedimde yürüyen olsa klas bassın. Kim klas baskan olsa klas bassın kardeşim. Ana shunday holatlardan birisi internetda endi yana bir narsa bor, qizlarni yozadigan statuslari. Qizlar hozir hammasi faylasuf, olim, dono bo'lib ketgan. Butun hikmatli so'zlar hammasida. Lekin hech qaysi shunga amaliyotni yozib turgan gap biri. Bir qizning statusini o'qib beraman. Yozib qo'ygan gap qarang. Hamma erkaklar bir go'r. Shuning uchun birisi bilan gaplashish kerak, hurmatli qizlar. Yana birisi. Men ham qizlarnikidan bo'lgan, bu qiznikini qaranglar. Yoshligimga bolaligimga qaytkim kelyapti. Qaytaver. Yani ko'chada ishdan yuryoqlarim. Yana birisi. Seni unutmaslik uchun ismingni itimga qo'ydim. Avval eshitganman men yaxshi ko'rganini, adini, bolasini, qizini qo'ygan. Endi hayvonga qo'ysan, tasavvur Jasur. Zo'r ha, agar men gaplashgan qizlarimni unutmaslik uchun adlarini hayvonlarga qo'yish kerak bo'lsa, men bir ulli zoopark sotib olishim kerak-da, shunda hammasini qo'yib chiqsa bo'ladi. Endi yana bir qizning statusi, buni diqqat bilan eshitinglar. Qiz bolasi turibdi. Birovni qalb eshigini ochishdan avval tinglab ko'ring. Ichkarida hech kim yo'qmikin? Bu gap ham to'g'ri. Balkim avval birov eshikni ochib kirib chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Balkim bir emas 2-3 odam bordi. Belki ustalar yürüyende malarçıkla, gırınıp körüp, aybokstirib, fon sepib, ha? Şunun için, hürmetli ortaklar, aytacak gapim xulasa o'rnida internetda vaqtimizni kamroq getirali. Ko'proq vaqtimizni oilamize, do'stlarimizga bag'ishlali. Do'stlar oila bilan birgalikda bayramlarni o'tirali. Yine yaqinda chiroyli bayramlar bo'ldi. 31-dekabr yangi yilni kutib oldik. Hamma kutadi shu bayramni, top kutmasang ham edi o'ndan. Ana undan keyin qaysi bayram? 8 Mart'dan hurmatli qizlar. Ortada bir bayram bor-ku, 14-yanvarda ham bayram bor. Bizning bayramimiz. Qani iloji bo'lsa shu ayollar shuni kalendarda yo'qottirsa umuman. O'chirib. 14-yanvar shu kun keladi, bizning qizlarni hammasini iskirtlik tutib boshlaydi hammasini. Hammasi darrov iskirtib olib boshlaydilar. Ey, ina hozir bolalayni shuda kimni boshidan o'tgan bo'lsa shu holat gapimni tom aytganiga chapak solasizlar. Hurmatli ayollar, bizdan 8-martda uyalmang, yuzni qatirib, qimmat telefon, qimmat ko'ynak, qimmat isirg'a, qimmat yuzukni so'rab olishni bilasizlar. 14-da bizlara evazini nima berasizlar? Ya noski, ya platochka, ya britva, одноразово. Bu işi aytgan padarkalarimiz sal insofi bor qizlar beradi. İnsofsizlar ham bor. Bayram kuni so'yinib kelsang 14 buyunda rangingga bezzing qarab turib, siz armiyaga borganmisiz? Yo'q, asli bugun sizning bayramingiz emas. Yana ma'qul, yana o'rtoqlar, ayollarga podarka bersangizda 3 xil kutib oladilar, 3 xil. Zo'r podarka bersang, "O" deb kutib oladi. O'rtacharoq podarka bersang, deb kutib oladi. Agar pastroq, tuftaroq podarka bersang, "Pa" deb kutib oladi. Premierni 10 ming 12 ming so'm atrofidagi podarkalar shuni paani beradi. Men o'yladimdan xotina har yil narsa berib bo'pman. Bu yil nima podarka etaman dedim, men xotin dedim. Sana o'ylab topdim. Bu safar bayramda sana o'zimni podarka etaman dedim. Duruşumu podarka etaman.
Al sen şunu ötesem xatın qarab turma. Pa. O padarkanı 12.000 so'm padarka bilan deng et tuttu men duruşum. O padarkanı yaratish uchun bir odamni menati yetgandi. Ama meni yaratish uchun necha odam Xudodan so'ragan meni. Kimlardir uxlamagan kechim bilan. Bütün raddom dik turgan. Baqchada necha pampersni yeganman. Necha mamam yetgan uning izindən. Necha o'qituvchi maktabda, necha domilla litseyda, necha professor universitetda boshini yeganman. Shuncha do'stlar, shuncha ustozlar 25 yilda yaratilgan sovg'ani ya 12.000 bilan deng ko'rib pa deb turdi. Qattiq botib ketdim aytdim. Sen o'zing ayt dedim. "Nima padarka eting sana" desam, "Jasurbek men bilmayman" dedi. "Lekin siz shunday padarka eting menga" dedi. Men uni ko'rib, "O, iPhone" deb bering dedi. Lekin bilmaydi ekan o'g'lim. Bo'ldimi aytdim. Men sana shunday padarka etaman dedim. Sen unga qarab turib, "O, o'qlov, zo'r ekan." Shuning uchun hurmatli ayollar, bizdan ko'p xafa bo'lavermanglar. Men erkaklarni avtomata qiyoslayman. Yoshına qarab avtomati turlarini o'xshab boraveradi. Erkaklarimiz yosh yigit vaqtida, 25 yosh vaqtida taxminan ishning avtomat bo'ladi-da bular. Shunday bo'ladi. 25 yoshda to'xtamay yotadidan bular. Dushkani otib ketaveradilar. O'ylamaydidan keyinini. Ana keyin vaqt o'tgandan keyin 45 yoshga kiradilar. 40 yillama vaqtda taxminan shunday avtomat bo'ladi bular. Sel sekip atıp başlaydı. Toxtab dam olib, bir gün keyin sektirib. Ana keyin bular 70 yoshga yetganda immuniy avtomat bo'ladi bular. 70 yoshda. Ana shunday erkaklarimiz, ayollarimiz ham doğrusu ya vaqti o'tirib alasizlar. Dim o'tirib alasizlar. Bizani o'zbek ayollari dunyoda eng katta shubhalanadigan ayollar bo'ladi. Bulara shubha 2017 mukofotini bersagan bo'ladi. Sherlock Holmes degan kinoni ko'rganmisizlar? Detektiv kino. Shuni bizani ayollar yozib bergan ssenarisini. Poirot degan kishini bilasizmi? Bir kishi. Shapkali, ha? Ana shu bizdan uyga meni xotinimdan patyak ketgan, usta patyasi. Ishonmaydilar hech narsaga. Sal agar kech kelsang, nechalim kech kelganingni xotiningga qarab bilib olasan-da. Vaqtida kelsang gulib kutib oladi xotining. Agar sal bir yarim soat, bir soat kech kelsang, uji qo'l beda bo'ladi unga. Neden getirir ekan bu degan durishdan bu. Agar sen dangushlarga qarab keladigan bo'lsang, ibo qo'li berishadi o'sha. Qaysi g'alchining o'yindan getirsang endi. Endi shunday erkaklar ham boramizda. Azangi 8 quyosh bilan dangirib kelgan erkaklar bor. 8 ga kirgizsang o'sha qo'l yo'q bo'ladi, bilib, gulib turgan bo'ladi o'sha. Shu eng yomon durishdan bu, chunki ibon tarafda ya kapkir bo'ladi, ya o'qlov bo'ladi. Agar mabodo yaningdan jenskiy duxini sigasa, ya ichingdan bir sarı saçlar çıksa, ya verberingde pamada çıkkasa vayna mir bo'ladi uyda. Kat duruş bo'ladi. Hurmatli ayollar, her narsani başka narsaya o'ylash shart emas, to'g'ri fikrlash kerak. Masalan, jenskiy duxinisi, to'g'rimi? Eringiz bechora pul topaman, oilani baganda ko'chada yuradi. Ko'chada yurgan vaqtda har xil chiroyli qizlar bor. Chiroyli duxiylar safarda yana shoh atirlar uyidan. Sapgandan keyin hozirgi duxiylar keng tarqaladi. Shamolda uchib, eringiz ustidan o'tirgan bo'sh. Shuning uchun qolgan shart emas. Mabodo saç tala çıksa, o ham shuning ko'chada yurgan vaqtında yangi qizning saçı shamolda, ya duveleng, katta duvelengda uchib kelib eringizni ustidan tushgan bo'lishi mumkin. Shuncha odam ichida sizlar eringiz ustidan tushgan bo'lishi mumkin. Ya endi deyib kelib girib ichki kiyimini ichida o'tirgan bo'lishi mumkin. Endi uchib kelib imnin mashinaning oynasini imin chaklam do'shkidan o'tib, keyingisi dena ondan chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning shubhalanish kerak edi. Mabodo pamada izi chiqqasa ver-berinden. Hozir aytdim. Ko'chada eringiz bechora yuridi pul topaman deb. Shu vaqtda bir qiz bir çukura sündükip yıkılaman diye vaqtda bizani erkeklar qarab turmaydi shunday. Kimdir yıkılatır deb o'zini shon atadi. Qutqarib qoling deb yangi qizni o'shan vaqtda bechora qizni labi ver-berine deyib ketgan bo'lishi mumkin. Hayajonlangan vaqtda qattiqroq o'pib bergan bo'lishi mumkin. Dim qo'rqib ver-berini tishlab bergan bo'lishi mumkin. Shuning uchun eringiz Shuning uchun eringiz azangi 8 da eshikni ochib kirib kelsa, ustidan jenskiy duxi urib olsa, İçinden yan saçla tapılsa, ver-berinde pamada izi bolsa, yangi fikrini o'ylanmadan eringize qarab, qahramonım geldi. Giroyim, favqulodda vaziyatlarim, super emchisim geldi. Supermenim geldi de gülüp chiqib qolaman.
Yeğenden keyin içana girizib, chaynonni beringlar. Bechara azanadan odam qutqargan axir u. Qarg'an bo'lish mumkin demeyin, aslan demeyiz olingda, indamay o'tirish kerak bu vaqtda. Ana shunday tushunib yashasak, hurmatli ayollar, bir-birimizni tushunib yashasak, oila chiroyli bo'ladi. Hayot go'zal bo'ladi. Albatta shu o'rinda erkaklarimiz ham kichkina e'tirozim bor. Bizani Xorazmli erkaklar ayollarini sevishni bilintirasiga kelmaydi. Uyat deb bilami ya, sevgisini bilintirasiga kelmaydi. Axir bizani ayollarimizni ikki og'iz shirin so'zning o'zi yetadi. Uçup ketadi ular 7-chi osmona. Shuning uchun erkaklar iloji boricha, imkon bormi, vaqt bormi, yurakda xohish bormi, o'z sevgingizni, o'z hurmatingizni, o'z e'tiboringizni ayollaringizga bildiringlar. Ayollarimiz bizani hayotimiz mazmuni. Ayollarsiz hayotimizni tasavvurat bo'lmaydi. Ular haqiqatdan ham hayotning go'zalliklaridir. Erkaklar, xotiningizni xotin emas, xonim deb ayting. İçingizdan mardlari bo'lsa, suyukligim, yorim deb ayting. Xotin demang, jonim deb ayting. Jonin sizga fido qilgan-ku, bitta bo'lsa qo'ngan yuzidan 100 yil keta olmaydi kulgu. Xotin demang, sovuq bu kalom. Hech bo'lmasa ayting husnini. Hech bo'lmasa bir yilda bir bor maqtab qo'ying uning husnini. Onasi deng, onajonisi, ming o'rgilsin mehriboningiz. Uning shodon kulgularidan nurga to'lsin xonadoningiz. Gulum denglar, farishtam denglar, ayting sizdan nima ketadi? Axir bitta shirin so'zingiz 100 yil yashashiga yetadi. Xotin deysiz, hoy deysiz goho, mohim, oyim desa bo'lmasmi? Bitta so'zdan, birgina so'zdan uning yarim ko'ngli to'lmasmi? Ranjitsinlar gohida bilmay, qancha bo'lsa baqirib to'ying, ammo yoshi 40 dan o'tganda yaxshi qiz deb chaqirib qo'ying.